Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 2-mart. Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqozon qo'rg'onidan bo'ladi. Xudo xolisa bugungi video obzorimiz Muhammad ukamizning xonadonlarida xudo xolisa g'unajinimiz bor ekan. Zo'rini so'raganlarga chiqazib beramiz. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Muhammadning o'zlaridan olib beramiz. Muhammad xormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Sog'liqchimi? Zo'r, xudoga shukr. Charchamasdan yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Bahodir Uz obunachilari va chorva ishqibozlari. Hammanglarni ro'za Ramazon oyi bilan, mustahkam ro'zalaringiz bilan Alloh dargohida qabul qilsin. Bugun xudo xolisa mana gibrid g'unajinimiz bor. Shuni chiroyli qilib obzorni berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa hurmatli obunachilar, layklarni bosib turasizlar, mana ko'rib o'zingiz sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Muhammad otku bu. Zo'ri bo'lsin, Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydi-yu mana. Xudo xolisa uyaltirmaydigan zo'ridan. Ko'rganda mashalloh deb ketasizlar do'stlar mana. Muhammad yechib aylantirib ko'rsatib bera olamizmi buni? Bera olamiz mana. Mana. Tonlari, bichimlari har tomonlama kelgan xudo xolisa. Hurmatli obunachilar mana. Baribir zo'riga tan berish kerak. Har videolarda aytib o'tamiz hurmatli obunachilar mana. Voy jon bor. Muhammad bu qochganmi? Qochgan aka. Mana. 2 oylik bo'lib qoldi xudo xolisa. Qochgan. Uziyda tekshirtirdingizmi? Ha, uziyda tekshirilgan. Uziyi videolarigacha olingan. Endi hurmatli obunachilar, arqonda yotgan oyog'ini ozgina chigili bor. Mana. Bu nemisga gibridmi deyman mana bu? Ha, gibrid. Mana rossiyskiy bilan nemisga gibrid variant. Endi bilasizlar hurmatli obunachilar, gibrid seleksiya qilingan xudo xolisa bitta xonadonni gullatadigan bo'ladi. Endi palon litr demaymiz, lekin kindiylar bor mana. Sharxala zo'r xudo xolisa mana. Ko'rsatib beramiz ostalarini. Yovashligi. Yovashcha. Bo'ldi, bog'lavering. Mana. Joning sog' bo'lgur. Sog'lom mol shunaqa o'ynaydi. Hurmatli obunachilar mana. Ajib. Mana hurmatli obunachilar, endi oyog'ini ozgina chigili bor ekan, o'shanga yurg'izib ko'rsatib bera olmadik mana, lekin formalari zo'r xudo xolisa. Xudo xolisa ishonchli fermadan chiqqan. 100% tavsiya beramiz. Ishonchli ferma, ha? Ha. Xudo xolisa birinchi qoringa nasib bo'lsa 30 ta 35 tani uradi. Mana do'stlar, sharhalariga e'tibor berasizlar mana. Yavash. Oq yalan, qora suska do'stlar. Mana. Joning sog' bo'lgur, kindiklar ham bor. Yavashligini ko'ringmi, jonivor. Buqiga qo'yildimi, urug'mi yo? Yo'q, urug'. Mana. Bahodirga urug' qo'yildi bunga. Endi hozir hurmatli obunachilar, baribir urug'ni tavsiya beramiz. Tug'ilgan bola ham xudo xolisa zo'r bo'ladi mana. Bo'yini balandligi qancha chiqadi buni? 1.55 plus, o'zi 1.60, 1.55 plus. Kevalib o'lchashaveradi yani. Kelganinglarda hurmatli obunachilar, bir sidirg'i ko'rib olasizlar mana. Metriga ham hisob bera olamiz, kelganda. Ha, kelganda bemalol. O'zi aslida 1.60, lekin 1.55 ga beramiz plus. Mana kamini aytavering, baribir olgan inson videoda ko'rgandan ziyoda bo'lsin mana. Kuretishni buzdimi, buzmadimi? Buzgan, Bahodir aka. Buzgan, ha? Ha. Ocha olamizmi yo? Mana ochishga harakat qilib ko'ring, ko'rsatib beramiz mana hurmatli obunachilar. O'zimda sho'x emas, prosta yotganiga tish buzgan mana. Hozir qani, bu tarafga shundoq o'tkazing. Mana, bo'ldi, qo'yib yuboring. Ikki kuretishni buzgan do'stlar. To'g'ri, endi hurmatli obunachilar, orqasida mehnat yotibdi, lekin xudo xolasa orqasini kutganga arziydigan sigir bo'ladi, xudo xolasa mana. Xudo xolasa. Orqa korobkalari ham, bichimlari ham haqiqiy sut yo'nalishiga hurmatli obunachilar. Joning sog' bo'lgur, vanna ilm bo'lar ekan mana. Kindiklar ham bor do'stlar, mana ostalariga e'tibor berasizlar. Mana yuvoshliklari zo'r xudo xolasa. Endi Muhammad qarang, xudo xolasa maqsad sotish buni. Ha, sotish xudo xolasa. Qiziq joyi narxida-da endi nima deymiz? Bahodirga buni narxini qochirmasdan sotadigan qilib bitta ayting, qolgan savdosini qilib olsin obunachilarning o'zlari. Bahodirga 48 million kami bor.
48 million kamini ham qilib beramiz, xudo Ha, xohlasa. kamini kel. Aytilayotgan pulni hammasi olib qolinmaydi, do'stlar. Savdo sunnat. Kimgadir puli to'g'ri keladigan bo'lsa, mana Muhammadni o'zlari samimiy inson, kelgan insonni norizo qilmaymiz, bitiramiz ishini. Ha, xudo xohlasa aka. Mana. Bitiramiz. Lekin videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin sifati o'ta kuchli. Orqasini kutganga arziydigan bo'ladi, xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, mana. Sababini qilib yoritib berish bizadan ma'qul bo'lsa, mana telefon qilib qiziqib ko'rasizlar, do'stlar. Muhammad, sizni ham chorvangizga baraka. Video syomkamizni cho'zib o'tirmaymiz. Nima deymiz xalqimiz obunachilarimizga? Obunachilarimizgami? Hammaligini kelishtirib beramiz endi kelsa. Xudo xohlasa, siz obunachilaringiz bo'lib kelsa, kelishtirib beramiz. do'stlar, mana Bizdan kelsa, kelaverasizlar, xudo xohlasa. musofirda yurganlar bor. Aha. Oldingi safar video qo'yish, g'unajin qo'yganimizda rosa telefon qilishuvdi musofirdagilar. Endi agar yo'q, mana telefon qilib musofirdanman desa, qancha o'tib bera olamiz yana? Bir yordam bo'lsin-da, mana ulug' ayyom, mohir Ramazon oylarida bitta chiroyli qilib, mana tilga javob qiladigan qilib qancha o'tib beramiz mana? Borini aytingchi. Telefon qilishaversin, ya'ni Chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib. Har holda xudo Endi xohlasa chiroyli qilib. Hurmatli beramiz. obunachilar, musofirlar nonini yeyish ham o'zi bo'lmaydi. Musofirda yurgan insonlar biladi. Alloh rozi bo'lsin, ularning ham qilayotgan ishlarini Alloh xayrli qilsin. Hurmatli obunachilar, musofirdan bo'ladigan bo'lsa, yana ham yengil bo'ladi mana. Xudo xohlasa. Nomerlarni qo'yib ketamiz, telefon qilib bemalol savdosini qilib ko'rasizlar mana. Sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, havas qilgan insonlarni xonadonida 5 ta 10 talab shunaqa mollardan boqish nasib qilsin. Allohga oson. Ulug' ayyom kunlarda nima niyat qilsak, niyatga yarasha beradi mana. Allohga oson, do'stlar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Videolarimiz yoqsa, layklarni bosib, kommentariyada o'z izohinglarni qoldirib ketasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.